O'sha million prosmotr to'plagan biskvit yodingizdami? Bu safar sirlarini to'liq ochaman. Har bir bo'laklari bulutdek yumshoq, har bir harakati sirli. Sirlarini faqat bugun ochaman. Tayyor turing bugun, pechingiz ham bayram qiladi. Hech qanday vazelin, avalex, ximikatlar qo'shmaymiz. 6 dona tuxum bo'lsa bas, sizda shunaqa baland biskvit tayyor bo'ladi. Oq sarig'idan ajratamiz. Sarig'imizga 6 osh qoshiq shakar solamiz. 2,5 choy qoshiq qabartma. Oq qismini esa chimdim tuz bilan ko'pirtirishga qo'yamiz. Sariq massamizni ko'pirtirish davomida 130 gramm suv, 90 gramm yog' solamiz. Oq penkamiz oppoq bo'lib ko'pirishni boshlaganda esa 200 gramm shakar qo'shamiz. Sariq massamizga 12 osh qoshiq unni elab qo'shamiz. Ana endi ikkala massamizni bitta qilib aralashtirsak bo'ldi. E'tiborliroq bo'ling, lapatada aralashtiramiz va qolipga joylaymiz. Duxovkamni ko'rib biskvit uyalganidan biroz kutib turaman dedi va uyda tozalovchi videodagi qahramon Azilit yordamga keldi. Bunaqa chirklarni eng oson yechimi Azilit va hamma bekijonni uyida bo'lishi shart. Sepasiz, ko'pirtirasiz, artasiz va hamma joy toza. Ko'p vaqt ham ketmaydi. Pechni qizdirib, biskvitni pechga joylaymiz. 40-45 daqiqada qolipdan oshib, toshib pechgacha tegdi. Tushunmagan joyingizni izohlarda so'rasangiz, har bir xabarga javob berishga va'da beraman.